Hammaga salom. Birinchi darsimizni boshlaymiz. Birinchi darsda alifbe, olmoshlar, to be fe'lini tuzlanishi va ularga mashqlarni bajarib chiqamiz. Demak, ingliz tili alifbesida 26 ta harf mavjud. Ulardan 5 tasi unli, qolganlari undosh harflar deyiladi. Unli harflar bu shunday harflar, ularning tovushlari og'izdan to'siqsiz chiqadigan bo'lsa, mana shular unli harf hisoblanadi. Og'izdan tovushi to'siq bilan, ya'ni yoki lablar yoki tishlar bir-biriga tegib chiqadigan tovushlar bo'lsa, unda u harflar undosh harflar deyiladi. Demak, to'siqsiz chiqyapti bu tovush. Og'izdan bu unli harf. Demak, bu bosmacha, bu yozma va bu talaffuzi. Demak, alohida kelganda mana shu harf deb o'qiladi, lekin so'zda kelganda u yoki o yoki deb o'qilishi ham mumkin. Ya'ni deb faqat alohida aytilganda ana shunda deyiladi. B, C, D, E. Mana bu harfi ham unli, to'siqsiz chiqyapti tovushi. F. Demak, F deyilganda tishlar labga tegib to'siq bo'lyapti, to'siq hosil bo'lyapti. Demak, bu undosh harf hisoblanadi. G deyilganda ham tilla, demak, tanglayga tegib, lablarga tegib to'siq hosil bo'lyapti. Demak, bular ham undosh harflar. G, H, I. Mana unli harf I. Tovush to'siqsiz chiqyapti. Demak, I. J, K, L, M, N, O, unli harf, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Demak, bizani unli harflarimiz I, O va U harfi unli harflar hisoblanadi. Demak, tovush og'izdan to'siqsiz chiqadi. Qolganlari esa albatta talaffuz qilganinglarda albatta to'siq bo'ladi va undosh harflar hisoblanadi. Demak, bitta narsaga e'tibor berishinglarni so'rayman. Demak, mana shu C harfi bilan S harfini chalkashtirmanglar. Mana dollarga o'xshagan harf S deb aytiladi. Mana bu esa C deb aytiladi. Keyin mana bu harf G, bunisi esa J. Ya'ni teskarisiga buni G deb yubormanglar yoki buni G deb aytib yubormanglar. Bunisi G, bunisi J. Demak, mana shularga e'tibor berishinglar kerak bo'ladi va bu alifbeni o'zinglar mustaqil ravishda yodlab olishga harakat qilinglar. Harflarni alohida aytilganda to'g'ri aytilishini eslab qolinglar. Demak, hozir esa sizlar bilan turkumlarni ko'rib chiqamiz. Turkumlar agar maktab programmasidan esinglardan chiqib qolgan bo'lsa, nima ekanligini
tilda mavjud bo'lgan barcha so'zlar guruhlarga bo'linadi. O'sha kim nima degan ya'ni ma'lum bir savolga javob beradigan so'zlarni o'sha o'z guruhi nomlanib qo'ygan, ya'ni nomi bor. Mana birinchi guruhning nomi noun, ya'ni ot. Otlar o'sha kim nima degan savolga javob beradigan barcha so'zlar o'sha ot deyiladi. Masalan, kim student, kim bola, kim doktor yoki nima kitob, nima xona, nima shahar va hokazo. Xullas, kim nima degan savolga javob beradigan so'zlar o'sha otlar guruhiga kiradi, ya'ni boshqachasiga turkum deymiz buni. Demak, birinchisi noun, ot. Kim nima degan savolga javob beradigan so'zlar. Ikkinchisi pronoun, olmoshlar. Olmoshlar ma'lum bir savolga javob bermaydi, chunki har xil turdagi olmoshlar bor. Mana shu darsimizda biz hozir sizlar bilan shu olmoshlarni turlarini ko'rib chiqamiz. Uchinchisi verb, fe'l, nima qilmoq degan savolga javob beradigan so'zlar fe'l deyiladi. Masalan, yashamoq, nima qilmoq? Yashamoq. Yozmoq, chizmoq, qaytmoq, ko'rmoq, o'qimoq, yemoq, sakramoq va hokazo. Xullas, hamma nima qiladigan degan savolga javob beradigan so'zlar fe'l deyiladi grammatikada. Fe'l, ingliz tilida verb deyiladi. Keyingisi adverb, ravish. Adverb. Mana undan keyingisi adjective ham sifat, ikkalasi ham qanday degan savolga javob beradi. Farqi shundaki, ravishlar fe'llar bilan ishlatiladi. Fe'lni, ya'ni ish harakatlarni darajasini bildiradi. Masalan, yaxshi o'qimoq, nima qilmoq? O'qimoq. O'qimoq bu fe'l, o'sha fe'lni darajasini, yaxshi yoki yomon. Masalan, yaxshi o'qimoq yoki yomon o'qimoq. Fe'l bilan demak ravishlar ishlatiladi. Sifat esa, sifat ham qanday degan savolga javob beradi, u otlar bilan. Masalan, yangi kitob. Nima? Kitob. Kitob qanday? Yangi. Demak, yangi so'zi bu sifat, chunki otlar bilan ishlatilyapti. Ravish esa fe'llar bilan ishlatiladi. Fe'llarning darajasini bildirsa, sifat otlarni sifatini bildiradi. Shuning uchun ham sifat deyiladi. Demak, sifat ingliz tilida adjective, ravish esa adverb. Ikkalasi ham deyarli qanday degan savolga javob beradi. Va 6-chisi preposition, predloglar. O'zbek tilidagi qo'shimchalar ga, dan, bilan, haqida, yonida, siz degan, ya'ni biror narsa siz, rangsiz. Mana shu qo'shimchalar o'zbek tilida so'zdan keyin qo'yilsa, ingliz tilida so'zdan oldin qo'yiladi. Xuddi rus tilidagi, masalan, Londonga yoki Londondan. Mana o'zbek tilida London so'zdan keyin ishlatilyapti. Ingliz tilida bo'lsa in London, to London, ya'ni o'sha so'zdan oldin, otdan oldin qo'yiladi. Mana shular bizga kerak bo'lgan turkumlar. Shularni yaxshilab bilib olinglar. Xo'p, sizlar bilan hozir shaxs olmoshlarini ko'rib chiqamiz. Shaxs olmoshlarida birlik va ko'plik bor. Birlikda 3 ta shaxs va ko'plikda ham 3 ta shaxs. Buni yaxshilab bilib olinglar. Demak, birlikdagi birinchi shaxs bu I. Yozilishi mana ko'ryapsizlar, I. Sizlarga boshida osonroq bo'lish uchun transkripsiya kirillcha berilgan, lekin keyinchalik transkripsiyani faqat ingliz tilida ko'rasizlar. I, men degani I. Ikkinchi shaxs you, siz degani. Ingliz tilida aslida sen so'zi yo'q. Hammaga siz deyiladi, lekin o'zbek tilida, rus tilida shunaqa ma'nolar borligi uchun, ya'ni sen, siz ikkalasiga ham o'taveradi. You yozilishiga e'tibor beringlar, you. Uchinchi shaxs birlik he, she, it. Uchalasi ham u degani. U yozdi, u keldi, u ketdi va hokazo.
Agar o'g'il bola bo'lsa he deymiz u deb, ayol kishi bo'lsa she deymiz u deb, jonsiz predmet narsalar bo'lsa unda it deymiz u ma'nosida. Demak, he, she, it uchalasi ham u ma'noni bildiradi. He faqat o'g'il bolaga nisbatan, she ayol kishiga nisbatan va it jonsiz narsalarga nisbatan ishlatiladi. Ko'plikdagi birinchi shaxs we, biz, you, sizlar, they, ular. Yaxshilab yodlab olinglar, chunki birpas turib mana shu olmoshlar ishtirokida sizlar bilan gaplar tuzishni boshlaymiz. Ularni yodlab olmasanglar, keyin qiynalib gaplar tuzishda qiynalasizlar. O'sha qiynalmaslik uchun, erkin gapira olishinglar uchun mana shu olmoshlarni faqat yodlab olish kerak. Deyarli boshqa tushuntiradigan narsa yo'q bu olmoshlarda. Faqat shu birlikdagi 3 ta shaxs va ko'plikdagi 3 ta shaxslarni yodlab olishinglar kerak. Keyingi olmoshlarni o'tamiz. Qaratqich olmoshlari. Bunda ham birlikda 3 ta shaxs va ko'plikda 3 ta shaxs. Qaratqich deb nima uchun aytiladi? Biror narsa qarashliligini, ya'ni kimdirgadir qarashliligini bildirganligi uchun qaratqich deb aytiladi. Masalan, birlikda birinchi shaxs my, mening degan, ya'ni mening kitobim desanglar, bu kitob menga tegishliligini ma'nosini bildiradi. Ya'ni qarashliligini. Shuning uchun ham qaratqich olmoshlar deyiladi. Xo'p, my, mening, my book, mening kitobim, my car, mening mashinam. Your, sizning yoki sening. Your family, sizning oilangiz. Your car, sening mashinang. Uchinchi shaxs birlikda his, her, its uchalasi ham uning degan ma'noni beradi. His o'g'il bolani nazarda tutsa uning, ayol kishi bo'lsa her uning, predmet jonsiz predmetlar bo'lsa unda its uning. His book uning kitobi, her car uning mashinasi, its parts uning zapchastlari. Ko'plikdagi birinchi qaratqich olmoshi our, bizning, our friends, bizning do'stlarimiz. Your, sizlarning, your. Their, ularning. Their car, ularning mashinasi. Their. Yozilishiga e'tibor beringlar va o'qilishiga. Bu qaratqich olmoshlarini ham pauza bosib o'zingizlarning daftaringizga yozib ko'chirib olinglar va yodlab olinglar. Keyingi olmoshlarimiz bu so'roq olmoshlari, savollarda ishlatiladi. Bu olmoshlarni ham yodlab olishingiz kerak yozib. Hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, what birinchi so'roq olmoshimiz. What so'zi ikkita ma'noga ega. Nima yoki qanday ma'noga ega. Masalan, what is your name? Sizning ismingiz nima? What is your name? Yoki bu mashina qanday rang? Yoki sening mashinang qanday rang desa, what color is your car? Ya'ni what ishlatilyapti. Nima va qanday ma'noga ega. What. Where, qayerda, qayerga. Where, masalan, siz qayerda ishlaysiz? Where do you work? Where do you work? Yoki qayerga ketyapsiz? Where are you going? Where are you going? When, qachon? When. Masalan, sizning tug'ilgan kuningiz qachon? When is your birthday? When is your birthday? Why, nima uchun, nimaga? Why, nima uchun kech qoldingiz yoki nima uchun kelmadingiz? Why didn't you come? Why? Which, qaysi? Which, qaysi? Masalan, which one do you like? Which one do you like? Qaysi biri sizga yoqadi? Which one do you like? Who, kim? Masalan, who is this man? Bu odam kim? Who is this man? Who, kim? Whose, kimning? Bu kimning mashinasi? Whose car is this? Whose car is this? Whom, kimni kimga?
mana shu olmoshi juda ham kam ishlatiladi. Whom. How qanday qilib, masalan, yoki qalay degan ma'noga ham ega. Masalan, how are you? Qalaysiz degani, ya'ni ishlaringiz qalay, yaxshimisiz degan ma'noni beradi. Yoki masalan, how well yoki how can I help you? Qanday qilib sizga yordam qilishim mumkin? How can I help you? How much, how many. Mana shu ikkita ibora qancha, necha degan ma'noga ega. How much sanalmaydigan otlardan oldin qo'yiladi. How many sanaladigan otlardan oldin qo'yiladi. Demak, ingliz tilida otlar sanaladigan va sanalmaydigan bo'ladi. Mana shu demak sanaladigan, sanalmaydigan otlarni biz sizlar bilan 8-darsda batafsil o'tamiz. Demak, how much narxi sanalmaydi, qiymat sanalmaydi. Shuning uchun ham biror narsani narxiga nisbatan how much deyiladi. How many esa, masalan, how much is this book? Bu kitob nech pul? Yoki how many friends did you invite? Nechta do'stlaringni taklif qilding? How many. How long qancha vaqt degan ma'noni beradi. Vaqt so'zi bo'lmasa ham how long qancha vaqt degani. Masalan, how long have you been learning English? Qancha vaqtdan beri ingliz tilini o'rganib kelyapsiz degani. How long. How old necha yosh? How old. How often necha marotaba? How often. Demak, how old are you desang, yoshingiz nechida? Yoki how often do you go to the museum? Ya'ni muzeyga necha marotaba borasizlar? Mana shu so'roq olmoshlarini demak daftaringizga ko'chirib olib, qisman, ya'ni 2-3 ta qilib yodlab olishingiz kerak. Aks holda yaxshi yodlab olmasanglar, unda savollar berishga qiynalasizlar. Savollar, ya'ni birov ham sizga savol bersa, tushunmay yurishingiz mumkin. O'shaning uchun bu olmoshlarni yoddan bilishingiz kerak. Demak, bularni daftaringizga ko'chirib yodlab olinglar. Demak, keyingi olmoshlarimiz turi bu ko'rsatkich olmoshlari. Bunda ham birlik va ko'plik. Demak, birlikdagi birinchisi this, bu degani yaqinda turgan bitta predmetga yoki bitta odamga ko'rsatsa bu deb. This. Mana yozilishiga e'tibor beringlar. This bu degani. This so'zini ko'pligi these yozilishiga e'tibor beringlar. T-H-E-S-E. Bu yerda esa T-H-I-S. Demak, these bular yoki bu degani. O'zbek tilida ko'plikda ham bu deb aytililishi mumkin, lekin ingliz tilida ayni shu ko'plik formasi ishlatilishi kerak. This, these. Yaqinda turgan bitta predmetga nisbatan bu deysizlar. This yaqinda turgan ko'p predmetlarga, ko'p odamlarga nisbatan these deyiladi. Uzoqda turgan bitta predmetga nisbatan that, ana u degani. That. Eslab qolinglar. Yozilishini, talaffuzini eslab qolishga harakat qilinglar. That, ana u. Ko'plik formasi those, ana ular. Those, ana ular. That, those. Bu ko'rsatkich olmoshlarini ham daftaringizga ko'chirib yozinglar. Demak, ikkita alohida daftar tutishingiz kerak bo'ladi. Bitta katta daftar, iloji bo'lsa banner daftar, katta bo'lsin. Lug'atlar uchun faqat lug'atlarni yozib borasizlar va yana bitta alohida qalin daftar mashqlar uchun. Mana shu mashqlar uchun daftaringlarning oxirida taxminan 25 ta 30 ta varaq qoldirib, o'sha yerga mana shu qoidalarni, olmoshlarni va boshqa o'rganiladigan qoidalarni alohida joyga yozib boringlar. Chunki mashqlarning orasida qolib ketsa, unda ularni qidirishingiz kerak bo'ladi qaytarish uchun. Bu noqulaylik yaratadi. O'shaning uchun ularni iloji bo'lsa alohida daftar emas, balki o'sha mashqlar daftaringlarni oxiridan joy ajratib, o'shanga yozib, o'sha yerdan qaytarib, ochib qaytarishingiz oson bo'ladi.
Demak, bu bizada ko'rsatkich almashlarimiz. This, these, that, those. Xo'p, endi esa sizlar bilan biza to be fe'lini tuslanishini o'rganamiz. Tuslanish nima degani? Tuslanish bu mana shaxslar bo'yicha etib chiqish, bitta fe'lni shaxslar bilan birgalikda etib chiqish tuslanish deyiladi. Ya'ni fe'llar tuslanadi. Fe'llar shaxslar bilan etiladi boshqachasiga. Mana ingliz tilida fe'llardan oldin to qo'shimchasi turibdi. Bu xuddi o'zbek tilidagi moq qo'shimchasiga teng. Masalan, bo'lmoq, yozmoq, chizmoq, ko'rmoq, o'qimoq, xohlagan fe'llarni olinglar, o'zbek tilida moq qo'shiladi. Xuddi shunaqa ingliz tilida fe'ldan oldin faqat to qo'yiladi. Ya'ni mana shu fe'ldan oldin turgan to xuddi moq qo'shimchasidek qabul qilinglar. Tuslanganda o'zbek tilida moq tushib qoladi. Masalan, chizmoq olinglar yoki yozmoq so'zini olinglar. Men yozaman, sen yozasan, u yozadi. Ko'ryapsizlar, moq tushib qolyapti. Xuddi shunaqa ingliz tilida fe'l tuslanganda birinchi oldidagi to xuddi moq tushib qolgandek tushib qoladi. Shuni esingizda tutinglar. Ya'ni tuslanmagan hali shaxslar bilan etilmasa, unda mana shu to xuddi moq turgandek turadi. Fe'ldan oldin faqat. Lekin shaxslar bilan etilganda, ya'ni tuslanganda to tushib qoladi. Xo'p, demak ingliz tilida mana shu to be fe'li yagona fe'lki, tuslanganda, ya'ni shaxslar bilan etilganda shakl o'zgartirib yuboradi. Mutlaq boshqa shaklga ega bo'lib qoladi. Bitta shu fe'l shunaqa. Boshqa fe'llar deyarli unaqa emas. Mana shu bitta shu fe'l tuslanganda shaklni o'zgartirib yuboradi. I ga M shaklda kelib qoladi. M shaklda bo'lish kerak I ga, men so'ziga. You so'ziga R shaklda bo'lib qoladi. He, she, it uchun is shaklda bo'lib qoladi. Va we, you, they ga mana xuddi mana bundagi R shaklda bo'lib qoladi. To be degani bo'lmoq degani, lekin ko'pincha u tarjima qilinmaydi. Va fe'lsiz gaplarda ishlatiladi. Ya'ni fe'lsiz o'zi fe'l, to be fe'li bu fe'l. Lekin masalan o'zbek tilida fe'l bo'lmasa, ana shunda qo'llaniladi. Masalan, men studentman. Kim men, kim student. Mana shu gapda men student gapida fe'l yo'q o'zbek tilida. Demak, yo'qmi? Sizlar ingliz tilida to be fe'lini qo'yishingiz kerak. I am a student. Agar masalan men Londonda yashayman, men New Yorkda yashayman desanglar, yashamoq, nima qilmoq? Yashamoq. Fe'l bor. Fe'l bor paytida sizlar to be fe'lini ishlatmaysizlar. Fe'l yo'q paytda sizlar mana shu fe'lni yo'qligini qoplab olish uchun to be fe'lini ishlatishingiz kerak bo'ladi. Buni yana sizlar bilan hozir mashqlarda ko'rib chiqamiz. Demak, to be fe'li tuslanganda mana shu shakllarga o'zgaradi. Qaysi shaxsga qanday shakl qo'yilishini yodlab olinglar. Bularni bilish juda ham muhim. Demak, I ga M shaklda keladi, you ga R shaklda keladi, he, she, it ga is shaklda keladi. We, you, they shaxslariga ham mana you shaxsi kabi R, mana ko'ryapsizlar, bir xil R. Mana shuni demak eslab qolinglar, bu juda ham muhim. To be fe'lini tuslanishini bilish juda ham muhim. Demak, mana shu to be fe'lini mashqlarda o'tamiz sizlar bilan mahkamlab, ya'ni ko'nikma orttirish uchun mashqlar bajaramiz. Hozir esa sizlar bilan mana shu so'zlarni o'rganib, talaffuzini, tarjimasini ko'rib chiqamiz. Bu so'zlarni demak lug'at daftaringizga ko'chirib, yodlab borishingiz kerak bo'ladi. Bitta narsa esingizda tursin, so'zlar bittada, ya'ni darrov eslab qolinmaydi. Ya'ni ularni eslab qolinishi uchun vaqt kerak. Sizlar muntazam ravishda qaytarib turaversanglar, masalan, bo'sh vaqtinglarda kuniga 2-3 marotaba qaytarib turaversanglar, qisman ana shunda so'zlar vaqt o'tgan sayin yodlab boriladi.
esda qolib ketadi. Ya'ni aytmoqchimanki, bittada hamma so'zlarni yodlab olishga harakat qilmanglar, qiyin bo'ladi. Lekin qisman 3 ta 4 ta 5 ta qilib yodlash kerak bo'ladi va ularni qaytarib turish kerak bo'ladi. Xo'p, demak endi kelinglar so'zlarni ko'rib chiqamiz. Pineapple, ananas. Orange, apelsin, orange. Grandmother, buvi, grandmother. Banana, banan, banana. White, oq, white. Big yoki large, katta, big, large. Brother, aka, brother. In da qo'shimchani bildiradi. Masalan, in Berlin, Berlinda. At school, at ham qo'shimcha, u ham da qo'shimchani bildiradi. Faqat ko'pincha ommaviy joyda, masalan, maktabda, uyda, ishda desanglar, at ishlatiladi. At school, maktabda. Demak, at ham da qo'shimchani bildiradi, xuddi inga o'xshab ketadi. City, shahar, city. Town, shaharcha, ya'ni katta shahardan kichkinaroq shaharcha bo'lsa, mana kichkinaroq shaharchaga nisbatan town ishlatiladi, katta shaharga nisbatan city so'zi ishlatiladi. Pair, knock, pair. Yes, ha. Girl, qiz, girl. Grandfather, bobo, grandfather. Tree, daraxt, tree. Children, bolalar, children. Doctor, doktor, doctor. House, uy. At home, uyda. Ya'ni ham house, ham home so'zi uy ma'nosini bildiradi. Agar inshootni nazarda tutilsa, inshoot qurilmani, unda house deyiladi. Home deb bu kengroq ma'noga ega, u ham makon, ham joyni home deb aytish mumkin. Lekin uyda degan ma'noni ayni home ishlatiladi. At home, at house deyilmaydi, ayni at home deyiladi. Shuni eslab qolinglar. At home degani uyda degani. House ham uy degani. Friend, do'st, friend. Qovun, melon, melon. Uncle, amaki yoki tog'a, farqi yo'q. Ikkalasiga ham ishlataveriladi. Uncle. His, uning. Her, uning. Demak, his o'g'il bolaga nisbatan uning, qaratiq cholmosh. Her, ayol kishiga nisbatan uning. Bu ham qaratiq cholmosh. Demak, yuqorida biz qaratiq cholmoshlarni sizlar bilan ko'rib o'rganib chiqqanmiz. Mana shu demak, his, herlarni o'rganganmiz. Yellow, sariq, yellow. Green, yashil, green. Toy, o'yinchoq, toy. Or, yoki, or. Interesting, qiziqarli, interesting. Pencil, qalam, pencil. Flat, kvartira, flat. Demak, Buyuk Britaniyada kvartira flat deyilsa, Amerikada apartment deyiladi. Shuni inobatga olishingiz kerakki, demak, Buyuk Britaniyada ba'zi bir so'zlar biroz farq qilishi mumkin. Mana shu, masalan, kvartira so'zi yoki boshqa so'zlar ham bor. Masalan, elevator deydi, liftni elevator deydi Buyuk Britaniyada. Demak, yoki masalan ground floor degan so'z bor va first floor. Amerikada birinchi etajni first floor desa,
Buyuk Britaniyada ground floor deyiladi. Yoki mana shunga o'xshagan xullas so'zlar bor. Britanskiy va amerikanskiy so'zlar bor. Shularni farqiga borishlik kerak bo'ladi. Ular asta-sekin o'rganiladi. Ularni darrov anaqa qilish nima emas, lekin xohlasanglar, masalan, Google'da qidirib britanskiy va amerikanskiy so'zlarni farqini ko'rib chiqishinglar mumkin. Book kitob, computer, sweet konfeti yoki shirin degani, sweet. Brown jigarrang, brown. Cat mushuk, cat. Red qizil, red. London love sevmoq. Shop magazin. Demak, mana shu shop so'zi Buyuk Britaniyada magazin deyilsa, Amerikada store deyiladi. Bu ham shu Britaniya va amerikanskiy variantlarning farqi. Small kichkina, small yoki little yosh bo'yicha kichkina desa, little yana little kam degan ma'noga ega. Demak, mana shu little so'zi 9-video darsda o'rganib chiqiladi. Boy bola, o'g'il bola. Mother ona. Car mashina, car. My mening. We biz. At work ishda, at work. Present hozirgi yoki tuhfa, hadya degan ma'noni ham beradi. Present. Our bizning. Not emas qo'shimchasi. No yo'q. New yangi, new. He u o'g'il bolaga nisbatan, she u qiz bolaga nisbatan, they ular, it u jonsiz narsaga nisbatan. Bu olmoshlarni sizlar bilan yuqorida o'rganib chiqdik. Father dada. Peach shaftoli, peach. Drink ichmoq, drink. Bad yomon, bad. Pen ruchka, pen. With bilan, with. Grey kulrang, grey. Sister singil, sister. Blue havorang yoki ko'k, blue. Sweet shirin. Plum olxo'ri, plum. Old qari, eski, old. Table stol, table. Student student. Chair stul, o'tiradigan stul, chair. Bag sumka. Son o'g'il. Your sening, sizning. Aunt Amerikada aunt deb talaffuz qilinishi ham mumkin. Xola yoki amma degani. Also hamda, also. Cake tort, pirojniy. You sen yoki siz. Pupil o'quvchi, ya'ni maktab o'quvchisi, pupil. Teacher o'qituvchi, teacher. Good yaxshi. Well bu ham yaxshi degani. Well ravish bo'lib fe'llar bilan ishlatiladi. Good esa bu yaxshi sifat bo'lib otlar bilan ishlatiladi. Masalan, good book, good student, good city. Well esa masalan study well, speak well va hokazo. Ya'ni fe'llar bilan ishlatilsa well ishlatiladi, otlar bilan good ishlatiladi. Want xohlamoq, want. Tea choy, tea. Often tez. Often so'zidagi mana shu t harfi talaffuz qilinmaydi. Often. Demak, black
black qora, clean toza, clean, school maktab, school, hat shlyapa, hat, I men, apple olma, apple. Demak, shu so'zlarni videoni qayta ko'rib yoki qayta qo'yib so'zlarni lug'at daftaringizga ko'chirib yodlab borishingiz kerak bo'ladi. Mana sizlar bilan hozir birinchi mashqni bajarishga kirishamiz. Va bu birinchi mashqdagi barcha gaplar fe'lsiz gaplar, ya'ni fe'l yo'q. Fe'l yo'q gaplarda biza to be fe'lini qo'yishimiz kerak. To be fe'lini 3 xil tuslanish ko'rinishi bor. Am, is, are. Biz sizlar bilan yuqorida ko'rib chiqdik. Hozir sizlar bilan yana demak ko'rib chiqamiz. Mana shu to be fe'lini tuslanishi qaysi shaxsga qaysi forma qo'yilishini eslab qolishingiz kerak. I ga am, you ga are, he, she, it ga is, we, you, they ga are qo'yilishini unutmanglar va yodlab olinglar. Demak, egadan keyin, shaxsdan keyin biza to be fe'lini qo'yishimiz kerak. Men do'st, ya'ni men do'stman degani. Qovus ichida bizda artikllar beriladi. Hozir artiklni biza sizlar bilan o'tmaymiz. Artiklni 5-video darslikda batafsil o'rganamiz. Lekin ingliz tilida ikkita artikl bor. Noaniq artikl a yoki n va aniq artikl z. Artiklni vazifasi, aniq artiklni vazifasi o'zidan kelayotgan so'zni aniqlashtirib kelish. Noaniq artiklni vazifasi o'zidan kelayotgan so'zni noaniqlashtirib kelish. Ya'ni shuning uchun ham aniq, noaniq deyiladi. Lekin tarjima qilinmaydi artikllar. Mana demak, men do'st so'zda artiklimiz bor. Shu artiklni do'st so'zidan oldin qo'yishimiz kerak. Demak, men do'st. Bu fe'lsiz gap. Fe'lsiz gapda mana shu shaxsdan keyin, egadan keyin to be fe'lini qo'yamiz. Kelinglar birgalikda hozir buni bajarib chiqamiz. Demak, men do'st. I am artikl qo'yamiz a va do'st friend. I am a friend. Mana ko'rib turibsizlar, men I bo'ladi. Mendan keyin am qo'yamiz. To be fe'lini albatta qo'yishimiz kerak. Bo'lmasam o'zbek tilida ikkitagina so'z, men va do'st so'zi. Lekin ingliz tilida ko'ryapsizlar, boshqa narsalar ham qo'shildi. Mana to be fe'li va artikl a qo'shilyapti. Mana shunga o'rganishingiz kerak. Nima uchun qo'shilyapti? Chunki fe'lsiz gap. Gapda fe'l yo'q. Fe'l nima qilmoq degan savolga javob beradi. Fe'l yo'qligi uchun biza shu yo'qligini qoplash uchun to be fe'l bilan demak to be fe'lini qo'yamiz. I am a friend. I so'zi uchun to be fe'lini ko'rinishi am bo'ladi. Ikkinchi gapimiz. Sen do'st. Sen, you. Bu ham fe'lsiz gap. To be fe'li qo'yishimiz kerak. You ga are formasi qo'yiladi. Keyin qovus ichidagi artiklni qo'yamiz. A va do'st. You are a friend. Uchinchi gapimiz. U do'st. U deb qiz bola nazarda tutilyapti. Demak, she, u. She ga nisbatan to be fe'lini formasi is. Keyin qovus ichidagi artiklni qo'yamiz a va do'st so'zi. She is a friend. She is a friend. Demak, to'rtinchi gapimiz. U do'st, o'g'il bola nazarda tutilyapti. He is a friend. He is a friend. Beshinchi gapimiz. U ona. U, ya'ni ayol kishi, she is a mother. She is a mother. Mana ko'ryapsizlar, o'zbek tilida ikkitagina so'z, u va ona. Lekin biza ingliz tilida u so'zidan keyin to be ni qo'yishimiz kerak. Chunki bu hamma gaplar fe'lsiz gaplar. Fe'lsiz gaplarda to be fe'lini bitta shakli, ya'ni am yoki is yoki are qo'yilishi kerak. Ana shuning uchun he, she uchun is qo'yiladi. Mana marhamat, she'dan keyin is qo'yildi.
Oltinchisi, u dada. He is a father. He is a father. U dada. Yettinchi gapimiz, kitob yangi. Kitob so'zidan oldin z aniq artiklini qo'yib olamiz. Mana bizga podskazka berilgan. The book. Mana bu yerda ikkitagina so'z, mana shu kitob so'zidan keyin nima haqida gap ketyapti? Kitob haqida gap ketyapti. Ya'ni shu kitob bu ega. Ega degani o'sha bosh so'z. Kim yoki nima haqida gap ketsa, o'sha so'zlar ega deyiladi. Ya'ni bosh so'zlar. Eng muhim so'zlar. Mana shu bosh so'zdan keyin, ya'ni egadan keyin to be fe'li qo'yiladi. Kitob birlikda bo'lganligi uchun is qo'yamiz. The book is new. Esinglarda tursin, ko'pincha is yoki are ishlatiladi. To be fe'lini ko'rinishi is birlik uchun, birlik haqida gap ketsa, are esa ko'plik haqida gap ketsa. Am shakli faqat men so'zi uchun qo'yiladi. Mana qarab turinglar, men so'zi, shuning uchun ham am qo'yildi. Lekin ko'pincha mana shu is yoki are ishlatiladi. Demak, the book is new. Kitob yangi. 8-chi gapimiz, banan shirin. The banana is sweet. Mana nima haqida gap ketyapti? Banan haqida. Bu ega. Egadan keyin to be fe'li kelish kerak. Fe'l. Bu fe'lsiz gap o'zbek tilida, lekin ingliz tilida shu fe'lsiz gaplarda to be fe'lini qo'yishimiz kerak. The banana is sweet. 9-chi gapimiz, bananlar shirin, ko'plikda. The bananas, s qo'shimchasini qo'shsanglar ko'plik yasaladi. The bananas are sweet. E'tibor beringlar, ko'plikda are ishlatiladi. Mana 8-chi gapimizda banan birlikda edi. Shu birlikda bo'lganligi uchun is qo'ydik. 9-chi gapimizda esa bananlar ko'plikda, shuning uchun ham are qo'yiladi. Ya'ni to be fe'lini ko'plik uchun formasi bu are, birlik uchun formasi is. Esinglarda tursin. 10-chi gapimiz, sen yaxshi bola. Sen bu ega. Demak, sen you are to be fe'lini qo'yamiz egadan keyin yaxshi bola artikl qo'yib olamiz. Mana bu artiklni yaxshi bola, good boy. You are a good boy. You are a good boy. 11-chi gapimiz, mening ruchkam qizil. Nima haqida gap ketyapti? Mening ruchkam haqida. Mana shu ega. Demak, ruchkamdan keyin to be fe'lini qo'yamiz. My pen, mening ruchkam, to be fe'li is. Ruchka birlikda, shuning uchun is qo'ydik. Qizil, red. My pen is red. My pen is red. 12-chi gapimiz, mening ruchkalarim qizil. E'tibor beringlar, ruchkalarim ko'plikda. Demak, nima haqida gap ketyapti? Mening ruchkalarim haqida gap ketyapti. Bu ega. Demak, ruchkalarim so'zdan keyin to be fe'lini qo'yamiz ko'pligini. My pens are red. Demak, ko'plik to be fe'lini ko'plik formasi bu are. Are. Birlikda is qo'yamiz. My pens are red. My pens are red. 13-chi gapimiz, uning mushugi katta. Uning mushugi katta. Nima haqida gap ketyapti? Uning mushugi haqida gap ketyapti. Demak, ega bu uning mushugi. Mushugidan keyin yoki is yoki are qo'yamiz. Mushuk bitta bo'lganligi uchun is qo'yamiz. Demak, my cat is big. Demak, uning, my bu mening degani. Uzr. Demak, his cat is big. Uning mushugi katta. His cat is big. 14-chi gapimiz, Chicago katta shahar. Nima haqida gap ketyapti? Chicago haqida. Demak, Chicago so'zidan keyin
to be fe'lini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ingliz tilida Chicago so'zi Chicago sh deb o'qiladi. Yozilishda ch deb yozilaveriladi, lekin o'qilishda Chicago. Chicago is a big city. Chicago is a big city. Chicago is a big city. 15-gap. Mening uyim Londonda. Mening uyim Londonda. My house is in London. Nima haqida gap ketyapti? Mening uyim haqida gap ketyapti. Mana shu uyimdan keyin mana to be fe'lini qo'ydik. Mana my house mening uyim degani, keyin mana to be fe'lini qo'ydik. Is. My house is in London. Birlik haqida gap ketsa, uyim bitta uyim is qo'yiladi. Ko'plikda bo'lsa, masalan, uylar bo'lsa, unda are shakli qo'yilardi. In London, Londonda degani. 16-gapimiz mening oyim do'konda. Nima haqida gap ketyapti yoki kim haqida? Mening oyim. My mother, demak egadan keyin to be qo'yamiz, is in the shop. My mother is in the shop. My mother is in the shop. 17-gapimiz mening kitobim stolda. Nima haqida gap ketyapti? Mening kitobim haqida gap ketyapti. Demak, mening kitobim so'zlaridan keyin to be qo'yamiz. My book is, mana to be fe'lini qo'ydik. Stolda degani on the table. On the table. Eslab qolinglar, stolda degani. My book is on the table. My book is on the table. 18-gapimiz bizning buvimiz uyda. Bizning buvimiz uyda. Demak, bizning buvimiz haqida gap ketyapti. Our grandmother is at home. Our grandmother is at home. Our grandmother is at home. Uning dadasi uyda. Uning deb qiz bola nazarda tutilyapti. Kim haqida gap ketyapti? Uning dadasi haqida. Demak, dadasidan keyin to be fe'lini qo'yishinglar kerak. Albatta, ingliz tilida. Demak, her father is uyda, at home. Her father is at home. Her father is at home. 21-gapimiz, demak, bu yerda demak, uning akasi ishda. Mana shunaqa gapimiz. Uning akasi ishda. Kim haqida gap ketyapti? Uning akasi haqida gap ketyapti. Ya'ni uning deb o'g'il bola nazarda tutilyapti. Mana shu akasi so'zdan keyin to be fe'lini qo'yishimiz kerak. His brother is ishda, at work. His brother is at work. His brother is at work. 21-gapimiz daraxtlar yashil, ko'plikda. Artikel qo'yamiz. The trees ko'plikda bo'lganligi uchun to be fe'lini ko'pligini qo'yamiz. Are green. The trees are green. The trees are green. Daraxtlar yashil, ko'plikda. Endi birlikda daraxt yashil. E'tibor beringlar, endi birlikda. The tree is green. The tree is green. Demak, to be fe'lini birlikda ishlatiladigan formasi bu is, ko'plikda ishlatiladigan formasi are. Mana s qo'shilsa, ko'ryapsizlar, ko'plik yasalyapti. Daraxtlar. Mana shu s qo'shimchasi lar ma'nosini beradi. Eslab qolinglar. The trees are green. Daraxtlar yashil. The tree is green. Daraxt yashil. Demak, mana shu mashqni videoni boshrog'iga qo'yib, bajarilmagan holatiga qo'yib, o'zingizlar yana qayta bajarib chiqishingiz mumkin. Bu sizlar uchun juda yaxshi mashq bo'ladi. Keyin yana shu video bo'yicha o'zingizlarni tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi.
Endi esa sizlar bilan mana shu ikkinchi mashqni bajarishga o'tamiz. Bu mashqda biz sizlar bilan dariy gap, so'roq gap va inkor gaplarni demak ko'rib chiqamiz. Mana bizda misol berilyapti. U student degan gap. U student. U deb o'g'il bola nazarda tutilyapti. Mana dariy gap qilib tarjima qilyapmiz. He is a student. Mana tarjimasi. He is qo'yishimiz kerak, chunki bu fe'lsiz gap. Fe'lsiz gapda egadan keyin to be fe'li qo'yiladi. Ega bu kim yoki nima haqida gap ketsa, mana shu so'z yoki so'zlar ega deyiladi. Bizani misolimizda u so'zi ega bo'lyapti. Egadan keyin albatta to be fe'li qo'yilishi kerak. Fe'lsiz gaplarda. Bu fe'lsiz gap. Demak, he is a student. U student. Mana shu gapni savol qilish uchun, ya'ni u studentmi deyish uchun mana shu to be fe'limizni he dan oldinga chiqarib yuboramiz boshiga va ko'chirib olamiz. Mana marhamat. Is he a student? U studentmi? Ya'ni savol yasaldi. So'roq belgisi turibdi. Is he a student? Juda ham oson. Agar savol qilmoqchi bo'lsanglar, gapda to be bo'lsa, o'sha to be ni egasidan oldinga chiqarib qo'ysanglar, egasidan oldin yozsanglar, ana shunda savol yasaladi. Is he a student? E'tibor beringlar. Mana dariy gapda demak he egadan keyin turibdi is, savolda esa so'roq gapda mana he dan oldin turibdi. Savol yasaladi. Juda ham oson. Inkor gap yasash uchun mana shu dariy gapni olamizda, shu is dan keyin not qo'shimchasini qo'ysak va ko'chirib olamiz. He is not, mana is not qisqargan formasi isn't. Ya'ni mana shu qisqargan formasi isn't. Is not desanglar ham bo'ladi, lekin ko'pincha qisqaradi og'zaki nutqda. Shuning uchun ham he isn't a student deb yozdik. U student emas. Demak, he is a student, u student. Is he a student? U studentmi? Savol. He isn't a student, u student emas. Mana shu gaplarimizni biza hozir birgalikda demak mana shu misol kabi 3ta gap qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, birinchisi demak sen yaxshi o'qituvchi. Sen yaxshi o'qituvchi. Bizada ega sen. Demak sendan keyin to be fe'lini qo'yamiz. Avvalambor dariy gap qilib chiqamiz. You are a good student. Sen yaxshi student. Sen so'zdan keyin biza to be fe'lini qo'ydik, ko'ryapsizlar. Nimaga? Chunki bularning hammasi fe'lsiz gap, fe'l yo'q. Fe'l bo'lmaganda ingliz tilida to be fe'li bo'lish kerak. Mana shu qoidani eslab qolinglar. You are a good student. Endi savol yasash uchun are ni you dan oldinga chiqarib ko'chirib olamiz. Are you a good student? Faqat are ni oldinga chiqaramiz, bo'ldi. Qolgan narsa qotib turaveradi joyida. Qimirlamaydi. Bilib qo'yinglar. Faqat to be ni oldinga chiqaramiz. Mana are bu to be fe'li. Eslab qolinglar. Mana are oldinga chiqdi va you dan oldinga chiqdi va savol yasaldi. Juda ham oson. Endi inkor gap yasash uchun mana dariy gapni olamiz deysizlar bilan. Mana dariy gap. Mana shu dariy gapda to be dan keyin not qo'yamiz va ko'chirib olamiz. Demak, you are not. Mana bu are not ni qisqartirib aren't desak ham bo'ladi. Lekin hozir to'liq yozaveramiz. You are not a good student. You are not a good student. Sen yaxshi student emassan degani. You are not a good student. Demak, to be fe'li bor joyda inkor gap yasash uchun not inkor qo'shimchasi qo'yiladi. Mana not. Eslab qolinglar. Ikkinchi gapimiz u o'quvchi. Ya'ni maktab o'quvchisi yoki student o'quvchisi farqi yo'q, mayli. Xohlaganini olishimiz mumkin. U deb qiz bola nazarda tutilyapti. Demak, she is a student. She is a student. Mana marhamat tarjimasi. She is a student.
savol yasaymiz. Savol yasash uchun mana shu gapni olamizda, shu gapdagi isni oldinga chiqarib ko'chirib olamiz. Is she a good student? Is she a good student? Marhamat. Savol yasaldi. U yaxshi studentmi degan gap yasaldi. Endi u yaxshi student emas degan inkor gap yasashimiz kerak. Uning uchun daragi gapni olamizda va undagi to be dan keyin not qo'yamiz mana shu yerga. Va xuddi shu narsani ko'chirib olamiz. She is not a good student. She is not a good student. U yaxshi student emas degani. Xo'p, 3-gapga o'tdik. U Chicagoda. Shu da qo'shimchani ingliz tilida in predlogi ma'nosini beradi. Demak, in Chicago deyishimiz kerak. U ya'ni o'g'il bola Chicagoda. He is in Chicago. He is in Chicago. He is in Chicago. U Chicagoda. He is in Chicago. Endi savol yasaymiz. Savol yasash uchun isni oldinga chiqaramiz. Is he in Chicago? Is he in Chicago? Mana ko'rib turibsizlar, is oldinga chiqarildi. Savol yasaldi. Va inkor gap yasash uchun u Chicagoda emas deyish uchun mana shu gapni, daragi gapni olamiz. Undagi isdan keyin not qo'yamiz. Not qo'shimchasini, inkor qo'shimcha va ko'chirib olamiz. He is not in Chicago. He is not in Chicago. He is not in Chicago. U Chicagoda emas. U Chicagoda emas. Ya'ni hozir biz sizlar bilan 3 xil gaplarni yasalishini ko'rib chiqyapmiz. Daragi gap, so'roq gap va inkor gapni yasalishini ko'rib chiqyapmiz. Ya'ni to be fe'li ishtirokidagi yasalishini ko'rib chiqyapmiz. 4-gapimiz kuchuk qora. Kuchuk qora. Kuchuk so'zdan oldin artikl qo'yamiz. The kuchuk dog. Demak, nima haqida gap ketyapti? Kuchuk haqida. Mana kuchuk so'zdan keyin to be fe'lini qo'yishimiz kerak. Is qora, black. The dog is black. The dog is black. Savol yasash uchun isni gapni boshiga chiqarib olamiz va ko'chirib olamiz. Is the dog black? Is the dog black? Ko'rib turibsizlar, is oldinga chiqdi. Qolgan narsa qimirlamay joyida turibdi. Is the dog black? Kuchuk qorami? Endi esa inkor gap yasaymiz. Inkor gap yasash uchun mana daragi gapni olamiz va to be fe'lidan keyin not inkor qo'shimchasini qo'yamiz va shunda inkor gap yasaladi. The dog isn't black. Mana marhamat, is not qisqargan formasini yozib qo'ydik. Isn't. Isn't degani, is not degani faqat qisqa formasi. Demak, the dog is black. Is the dog black? The dog isn't black. 5-gapimiz noklar shirin. Noklar. Nima haqida gap ketyapti? Noklar haqida gap ketyapti. Demak, noklar so'zdan keyin to be fe'lini, ya'ni ko'plik uchun formasini qo'yishimiz kerak. The pears are. Mana are bu to be fe'lini ko'plik formasi. The pears are shirin, sweet. The pears are sweet. The pears are sweet. Savol yasaymiz. Savol yasash uchun are ni gapni boshiga chiqarib olamiz va ko'chirib olamiz. Are the pears sweet? Are the pears sweet? Va inkor gap yasash uchun yana daragi gapni olamiz. Undagi to be fe'lidan keyin, ya'ni are dan keyin not qo'yamiz va ko'chirib olamiz. The pears are not sweet. The pears are not sweet. Noklar shirin emas. Noklar shirin emas. Mana not emas degan qo'shimcha turibdi. 6-gapimiz
Uning kitobi stulda. Uning kitobi stulda. Nima haqida gap ketyapti? Uning kitobi haqida gap ketyapti. Demak, kitob so'zdan keyin to be qo'yamiz. Uning deb o'g'il bolani nazarda tutamiz. His book is stulda, on the chair. Stulda. Ya'ni stool chair bo'ladi. His book is on the chair. His book is on the chair. Savol yasash uchun isni oldinga chiqarib yuboramiz va ko'chirib olamiz. Is his book on the chair? Is his book on the chair? Marhamat, savol yasaldi. Inkor gap yasash uchun isdan keyin not qo'yamiz, daragi gapni olamizda. Undan keyin not, mana to be fe'lidan keyin not qo'yamiz va shu gapni ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. His book is not on the chair. His book is not on the chair. His book is not on the chair. Mana ko'rib turibsizlar. Demak, mana shu mashqni biz bajarib chiqdik. Bu mashqni sizlar o'zingizlar yana boshqatdan bu mustaqil bajarib chiqishinglar mumkin. Ya'ni videoni bajarilmagan holatiga keltirib, pauzaga bosib va o'zingizlar mashq qilib shu gaplarni qayta tuzib, keyin yana shu videoni bajarilgan holatiga keltirib o'zingizlarni tekshirib olishinglar mumkin. Endi esa sizlar bilan mana bu ikkita gapni ko'rib chiqamiz. Bu kitob, bu kitoblar. Birlikdagi gap va ko'plikdagi gap. Demak, birlikda bu kitob this is a book bo'ladi. Bu yerda ikkitagina so'z, bu va kitob so'zi. Demak, orasiga to be fe'lini qo'yishimiz kerak. Mana marhamat. Is bu to be fe'li. Ya'ni bu so'zi bilan kitob so'zini orasiga mana to be fe'lini qo'ydik va artiklimiz turibdi. This is a book. Bu kitob. Mana shu gapni ko'plikka o'girish uchun, ya'ni bu kitoblar deyish uchun thisni ko'plikka o'giramiz. Mana marhamat, this. Isni ko'plikka o'giramiz. Are bo'ladi. Artikl ko'plikda ishlatilmaydi va book so'zini ko'pligi books bo'ldi. Mana marhamat, ko'rib turibsizlar. Ya'ni deyarli har bitta gapni ko'plikka o'giryapmiz. Artikl ko'plikda ishlatilmaydi. Shu narsani, shu qoidani eslab qolinglar. Demak, this is a book. Bu kitob. These are books. Bu kitoblar degani. Thisni ko'pligi these. Isni ko'pligi are. Artikl ko'plikda ishlatilmaydi, yo'q. Va book so'zini ko'pligi books. Mana shuni eslab qolishga harakat qilinglar. Mana shu qoidaga hozir biz sizlar bilan 3-mashqni bajaramiz birgalikda. Demak, bu olma. Ko'ryapsizlar, o'zi arzimagan ikkitagina so'z. Bu degani artikl shu orasiga qo'yiladi. Mana shu ikkita so'zning orasiga. Demak, bu olma. This is an apple. E'tibor beringlar, bizda artikl n qo'yilgan. Agar ot unli harf bilan boshlansa, mana bu unli harf, unda emas n qo'yiladi. Bilan n bitta noaniq artikl, lekin agar o'zidan kelayotgan so'z unli bilan boshlansa, n formasi qo'yiladi. Shu narsani eslab qolinglar. This is an apple. This is an apple. Bu olma. Endi xuddi shu gapni ko'pligini yozishimiz kerak. Bu olmalar. Demak, thisni ko'pligini yozamiz. These. Isni ko'pligini yozamiz. Are. N artikl, noaniq artikl ko'plikda qo'yilmaydi. Apple bo'lsa apples. These are apples. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shu gapni ko'pligi. Mana marhamat. These are apples. This is an apple. These are apples. Ikkinchi gapimiz. Bu computer. This is a computer. This is a computer. Bu kompyuterlar. Ko'plikda.
These are computers. These are computers. Bu mushuk. This is a cat. This is a cat. Bu mushuklar ko'plikda. These are cats. Bu qovun. This is a melon. This is a melon. Bu qovunlar. These are melons. Bu ruchka. This is a pen. Bu ruchkalar. These are pens. Bu stol. This is a table. Bu stollar. These are tables. Demak, bu mashqni sizlar yana bajarilmagan holatiga keltirib videoda o'zingizlar mustaqil ravishda bajarib va yana keyin mana shu holatiga keltirib o'zingizlarni tekshirib olishinglar mumkin. Demak, bu mana shu bitta birlikdagi gapni ko'plikka o'girish, ko'plikda gapirish. Endi keyingi kichkina temamizga o'tamiz. Juda ham muhim tema bu. Demak, diqqat bilan eshitib ko'rib tursanglar, tushunib olasizlar. Demak, ikkita gap beriladi. Bu yangi kitob va ikkinchi gapimiz bu kitob yangi. Ikkala gap ham bir xil, faqat gap tartibi boshqa. Birinchi gapda yangi kitob, birinchi yangi, keyin kitob so'zi kelyapti. Ikkinchi gapda esa o'rin almashyapti. Kitob bilan yangi so'zi o'rin almashib, bu kitob yangi. Mana shu o'rin almashgandan keyin to be fe'lini, ya'ni mana shu to be fe'lini turadigan joyi ham o'zgaradi. Uni biza ohangdan bilsak bo'ladi. Ohang. Ohang qayerda o'zgarish bo'lsa, ohang o'zgarishi. Ana shu yerga qo'ysanglar, adashmaysizlar. Mana birinchi gapimizni o'qiymiz. Bu yangi kitob. Bu yangi kitob. Bu yangi kitob. Bu so'zidan keyin ohang o'zgaryapti, ya'ni intonatsiya o'zgaryapti. Bu yangi kitob. Mana shu budan keyin mana ayni shu yerga to be fe'lini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bunaqa gaplarni ohang bilan, ohang ya'ni intonatsiya o'zgarishi bilan o'zingizlar tushunib olishinglar mumkin. Juda ham oson yo'li. Bu yangi kitob. Budan keyin ohang pauzasi bo'lyapti, ya'ni o'zgarishi. Mana marhamat, bu so'zni tarjima qildik. This o'sha pauza bo'lgan joyga to be fe'lini qo'ydik va yangi kitob, a new book. This is a new book. Bu yangi kitob. Keyingi ikkinchi gapimizda bu kitob yangi. Bu kitob yangi. Kitob so'zidan keyin ohang o'zgaryapti. Mana shu ohang o'zgargan joyga to be fe'lini qo'yasizlar. Bu kitob yangi. Bu kitob yangi. Bu kitob yangi. Ko'ryapsizlar, kitob so'zidan keyin ohang o'zgarishi bo'lyapti. Mana shu yerga to be fe'lini qo'yish kerak. Demak, bu kitob bizada this book, keyin o'sha ohang o'zgargan joyga to be fe'lini qo'yasizlar va keyin yangi so'zi new. Yana qaytarib o'taman bu ikkita misolni. Bu yangi kitob. Bu yangi kitob. Bu so'zdan keyin pauza, ohang o'zgarishi bo'lyapti. Mana ko'rib turibsizlar. Is ayni shu yerga qo'yiladi. O'sha ohang o'zgargan joyga to be fe'lini qo'yinglar. This is a new book. Bu kitob yangi. Bu kitob yangi. Kitob so'zidan keyin bo'lyapti. Mana marhamat, kitob so'zidan keyin mana is qo'ydik. Mana shu qoidani yaxshilab eslab qolinglar. Bu juda ham muhim, chunki to be fe'lini qo'yiladigan joyi har xil bo'lyapti. Endi bitta narsaga e'tibor beringlar. Mana new yangi so'zdan oldin artiklimiz turibdi. Artikl ot uchun turadi. Mana bu book so'zi ot bu. Ayni
ot bo'lganligi uchun artikl turibdi. Bu yerda bo'lsa ikkinchi gapimizda new so'zdan keyin ot yo'q. Ot undan oldin turibdi. Ot yo'qligi uchun, ya'ni undan keyin ot yo'qligi uchun artikl ham qo'yilmagan. Ya'ni mana shu artikllar ot uchun qo'yiladi. Ot bo'lmasa artikl ham qo'yilmaydi. Shu narsani, shu qoidani yaxshilab eslab qolinglar. Artikl ot uchun qo'yiladi. Ot bo'lsa, ya'ni ot birlikda sanaladigan bo'lsa, mana artikl turibdi. Lekin artiklimiz yo'q bo'lganligi uchun new so'zdan keyin bizada artikl ham qo'yilmagan. Shu qoidani eslab qolinglar. Mana endi sizlar bilan 4-mashqni bajaramiz. Birinchi gapimiz bu o'yinchoq yangi. Bu o'yinchoq yangi. Ya'ni o'qilishiga e'tibor beringlar. Qaysi so'zdan keyin ohang o'zgarishi bo'lyapti. Bu o'yinchoq yangi. Bu o'yinchoq yangi. Ya'ni o'yinchoq so'zdan keyin bo'lyapti. Ayni shu yerga biza to be fe'lini qo'yamiz. Xo'p, bu o'yinchoq, this toy is qo'ydik mana va yangi so'zi is new. This toy is new. Davomi keyingi gapimiz bu yangi o'yinchoq. Bu yangi o'yinchoq. Bu yangi o'yinchoq. Bu so'zdan keyin ohang o'zgarishi bo'lyapti. Ana shu bu so'zdan keyin to be fe'lini qo'yamiz. This is a new toy. This is a new toy. Ikkinchi gapimiz ana u mushuklar qora. Ana u mushuklar qora. Ana u mushuklar qora. Mushuklar so'zdan keyin ohang o'zgarishi bo'lyapti. Ayni shu yerga qo'yamiz. Demak, ana u ko'plikda those bo'ladi. Demak, rangi bilan ajratib qo'yaylik. Those cats are black. Those cats are black. Those cats are black. Ana u mushuklar qora. Uchinchi gapimiz bu tort shirin. Bu tort shirin. Bu tort shirin. Tort so'zdan keyin ohang o'zgarishi bo'lyapti. Demak, ayni tort so'zdan keyin to be fe'lini qo'yamiz. This cake is sweet. This cake is sweet. This cake is sweet. To'rtinchi gapimiz bu uy eski. Bu uy eski. Bu uy eski. Uy so'zdan keyin pauza. Ohang pauzasi bo'lyapti. Ohang o'zgarishi. Demak, this house, kelinglar rangi bilan ajratib yozaylik. This house is old. This house is old. Bu uylar eski. Bu uylar eski. Bu uylar, ya'ni uylardan keyin ohang o'zgarishi bo'lyapti. These houses are old. Ko'plikda bo'lganligi uchun uylar mana bizada are qo'yilyapti. Unda oldingi gapda uy birlikda bo'lganligi uchun is qo'yilgandi. Va ko'plikda bizada to be fe'lini formasi are bo'ladi, birlikda is bo'ladi. Shu narsani esingizda tutinglar. These houses are old. These houses are old. Bu uylar eski. Mana demak, bu mashqni ham o'zingizlar demak darsni bajarilmagan holatiga keltirib qo'yib videoda boshqatdan o'zingizlar bajarib demak mana shu gaplarni tuzishga o'rganib olishinglar mumkin. To'g'ri? Esingizda tursin, to be fe'lini shu egadan qo'yish kerakligini va o'sha egani joyi o'sha ohangdan bilsa bo'ladi. Ya'ni ohang qayerda ohang pauzasi bo'lsa, ohang buzilishi ana o'sha yerga to be fe'lini qo'yishingiz kerak bo'ladi. Biz esa sizlar bilan endi kelinglar 5-mashqni o'rganishga, bajarishga kirishamiz. Mana 5-mashqda bitta misol beriladi. Bu qovun yashil. Bu qovun yashil. Mana qovun so'zidan keyin ohang buzilishi bo'lyapti, ohang o'zgarishi. Mana ayni qovun so'zidan keyin mana marhamat qo'yildi is. This melon is green. Bu qovun yashil. This melon is green.
Endi savol yasash uchun isni oldinga chiqarib yuboramiz. Mana marhamat. Is oldinga chiqarildi va savol yasaldi. Qolgan gaplar qotib turibdi, o'zgarmay. Joyini o'zgartirmay, joyida turibdi. Faqat isni oldinga chiqardik. Is this melon green? Bu qovun yashilmi? Inkor gap yasash uchun dariy gapni olamiz va isdan keyin, to be fe'lidan keyin not qo'shimchasini qo'yib ko'chirib olamiz. Mana marhamat. This melon isn't green. Isn't degani o'sha is not ni qisqargan formasi. This melon isn't green. Mana endi mana shu gaplarni bajarib chiqishimiz kerak. Bu bolalar mening do'stlarim. Birinchi gapimiz bu bolalar mening do'stlarim. Qaysi so'zdan keyin ohang o'zgarishi bo'lyapti? E'tibor beringlar. Bu bolalar mening do'stlarim. Bu bolalar mening do'stlarim, ya'ni bolalardan keyin bo'lyapti. Ayni shotga to be fe'lini qo'yamiz. Bolalar ko'plikda bo'lganligi uchun are formasini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, these boys are my friends. Bu bolalar mening do'stlarim. These boys are my friends. These boys are my friends. Endi savol yasaymiz. Savol yasash uchun are'ni oldinga chiqarib yuboramiz va ko'chirib olamiz. Are these boys my friends? Are these boys my friends? Inkor gap yasash uchun dariy gapni olamizda are'dan keyin, ya'ni to be fe'lidan keyin notni qo'yamiz va ko'chirib olamiz. These boys are not my friends. Bu bolalar mening do'stlarim emas degan ma'no kelib chiqadi. These boys are not my friends. Ikkinchi gapimiz bu mushuk katta. Bu mushuk katta. Bu mushuk katta. Mushuk so'zdan keyin ohang o'zgarishi bo'lyapti. Demak, to be fe'lini ayni shu yerga qo'yamiz. This cat is big. This cat is big. This cat big so'zi. Demak, savol yasaymiz. Savol yasash uchun isni oldinga chiqarib yuboramiz, ya'ni to be fe'lini oldinga chiqaramiz va ko'chirib olamiz. Is this cat big? Is this cat big? Is this cat big? Inkor gap yasash uchun dariy gapni olamizda undagi to be fe'lidan keyin, ya'ni isdan keyin not qo'yamiz va ko'chirib olamiz. This cat isn't big. Mana marhamat. Inkor gap ham yasaldi, savol ham yasaldi, dariy gap ham yasaldi. Uchinchi gapimiz bu qora mushuk. Bu qora mushuk. Bu qora mushuk. Bu so'zdan keyin ohang o'zgarishi bo'lyapti, ya'ni budan keyin is qo'yamiz. This is a black cat. This is a black cat. This is a black cat. Savol yasash uchun isni oldinga chiqarib yuboramiz. Is this a black cat? Is this a black cat? Va inkor gap yasash uchun dariy gapni olamiz va undagi to be dan keyin, ya'ni isdan keyin not qo'yamiz va ko'chirib olamiz. This is not a black cat. Demak, e'tibor beringlar. Mana shu is notni ham qisqartirib yozishingiz ham mumkin, ya'ni isn't deb, yoki to'liq gapirishingiz ham mumkin, to'liq yozishingiz ham mumkin, ya'ni is not deb. U hammani o'z ixtiyori. Kim qisqartirib gapirishi mumkin, kimdir to'liq gapirishi mumkin. This is not a black cat. To'rtinchi gapimiz bu kuchuk qora. Bu kuchuk qora. Bu kuchuk qora. Kuchuk so'zdan keyin ohang o'zgarishi bo'lyapti. Ayni, demak, kuchuk so'zdan keyin to be fe'lini qo'yamiz. This dog is black. This dog is black. Savol yasash uchun mana shu gapni olamiz va undagi isni oldinga chiqarib yuborib ko'chirib olamiz. Is this dog black? Is this dog black? Mana ko'rib turibsizlar, savol yasaldi. Bu kuchuk qorami?
Endi inkor gap yasash uchun bu kuchuk qora emas deyish uchun dare gapni olamiz va undagi to be fe'li ya'ni isdan keyin not qo'yamiz va ko'chirib olamiz. This dog isn't black. This dog isn't black. Bu kuchuk qora emas. 5-chi gapimiz anavi stol jigarrang. Anavi stol jigarrang. Anavi stol ya'ni stol so'zidan keyin ohang o'zgaryapti. Anavi stol, that table is brown. That table is brown. That table is brown. Savol yasaymiz. Isni oldinga chiqaramiz va ko'chirib olamiz. Is that table brown? Is that table brown? Inkor gap yasash uchun dare gapni olamiz va undagi isdan keyin not qo'yamiz va ko'chirib olamiz. That table is not brown. That table is not brown. 6-chi gapimiz bu jigarrang stol. Bu jigarrang stol. Bu jigarrang stol. Budan keyin ohang o'zgarishi bo'lyapti. This is a brown table. This is a brown table. This is a brown table. Savol yasash uchun isni oldinga chiqaramiz va ko'chirib olamiz. Is this a brown table? Is this a brown table? Inkor gap yasash uchun mana shu gapni olamiz va undagi isdan keyin not qo'yamiz va ko'chirib olamiz. This is not a brown table. This is not a brown table. 7-chi gapimiz biz yaxshi do'stlarmiz. Biz yaxshi do'stlarmiz. Biz yaxshi do'stlarmiz. Biz so'zdan keyin ohang o'zgarishi bo'lyapti. We are yaxshi do'stlar, good friends. We are good friends. We are good friends. Savol yasaymiz. Are ni oldinga chiqarib olamiz va ko'chirib olamiz. Are we good friends? Are we good friends? Biz yaxshi do'stlarmizmi? Va inkor gap yasash uchun dare gapdagi to be fe'lidan keyin ya'ni are dan keyin not qo'yamiz va ko'chirib olamiz. We are not good friends. Biz yaxshi do'stlar emasmiz. We're not good friends. We're not good friends. 8-chi gapimiz kitoblar qora. O'zi ikkitagina so'z. Demak, orasiga to be fe'li qo'yiladi. Kitoblar qora. The books are black. The books are black. The books are black. Savol yasash uchun are ni oldinga chiqarib olamiz va ko'chirib olamiz. Are the books black? Are the books black? Inkor yasash uchun dare gapni olamiz va undagi are dan keyin not qo'yamiz va shuni ko'chirib olamiz. The books are not black. The books are not black. Mana marhamat 8 ta gapimizni hozir sizlar bilan bajarib chiqdik. Mana shunaqa qilib mashq qila bajarib, xatolar bo'lsa, xatolarni tushunib, eslab qolib, to'g'ri yozilishini va mana shunaqa qilib o'rganiladi. Mashq qilishdan qochmanglar, chunki mashq sizlarga ham talaffuzni, ham to'g'ri gaplarni o'zaro gapdagi so'zlarni o'zaro bog'lashni o'rgatadi. To'g'ri gapirishni o'rgatadi. Shuning uchun mashqlarni bajarib borishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak bu mashqni ham o'zingizlar mustaqil bajarib chiqishingiz mumkin. Bajarilmagan videoda bajarilmagan holatiga mishka bilan olib kelib, o'zingizlar bajarib pauzaga bosib bajarib chiqib, keyin mana shu bajarilgan holatiga keltirib, yana o'zingizlarni mana shu javoblari bilan tekshirib chiqishingiz mumkin. Kelinglar endi 6-mashqni bajarib chiqamiz. Bu 6-mashq barcha o'tilgan bugungi temalarimizdagi gaplar bo'ladi. Ularni hozir birma-bir bajarib chiqamiz.
Demak, birinchi gapimiz bu xona toza. Bu xona toza. Xonadan keyin pauza bo'lyapti. This room is clean. Ikkinchi gapimiz bu toza xona. Bu toza xona. Budan keyin pauza. This is a clean room. This is a clean room. Bu xonalar toza. Bu xonalar toza. Xonalardan keyin pauza bo'lyapti. Ohang o'zgarishi. Demak, ayni shu yerga to be fe'lini qo'yamiz. Ko'plik formasini. Bu xonalar toza. These rooms are clean. These rooms are clean. To'rtinchi gapimiz savol. Bu uning qalamlarimi? Savolda to be fe'li oldinda turadi. Demak, are these uning qalamlari? His pencils. Are these his pencils? Are these his pencils? Ha, bu uning qalamlari. Yes, virgul. Ha yoki yo'q so'zdan keyin har doim virgul qo'yiladi. Esinglarda tursin. Yes, bu uning qalamlari. These are his pencils. Beshinchisi, bu kitob qizil. Bu kitob qizil. Kitob so'zdan keyin ohang o'zgarishi. This book is red. This book is red. Oltinchi gap, ana u kitob yashil emas. Ana u kitob yashil emas. Kitobdan keyin that book is not green. That book is not green. Yettinchi gapimiz London katta shaharmi? Savol. Savolda to be oldinga chiqadi. Is London a big city? Is London a big city? Ha, London katta shahar. Yes, London is a big city. Yes, London is a big city. Xo'p, 8-chi gapimiz mening kvartiram Chikagoda, uning kvartirasi esa Londonda. Mening kvartiram Chikagoda. Kvartiram so'zdan keyin ohang o'zgarishi bo'lyapti. Mana shu yerga to be fe'lini qo'yamiz. Mening kvartiram, my flat is Londonda, in London. Virgul. Uning kvartirasi esa Londonda. Uning kvartirasi, his flat. Demak, Chicagoda, birinchisi Chicagoda ekan. Chicago is in Chicago. Endi uning kvartirasi Londonda. His flat is in London. Mana marhamat, gapimiz tarjima qilindi. 9-chi gap, bu qiziqarli kitob. Bu qiziqarli kitob. Bu qiziqarli kitob. Bu so'zdan keyin ohang o'zgarishi bo'lyapti. Demak, budan keyin to be fe'lini qo'yamiz. This is an interesting book. E'tibor beringlar, biz an artiklni qo'ydik, chunki undan keyin kelayotgan so'z unli harf bilan boshlanyapti, shuning uchun ham an qo'yildi. This is an interesting book. 10-chi gapimiz, bu kitob qiziqarli. Bu kitob qiziqarli. Kitob so'zidan keyin this book is interesting. This book is interesting. This book is interesting. 11-chi gapimiz, bu shirin qovun. Bu shirin qovun. Bu so'zdan keyin pauza. This is a sweet melon. Bu shirin qovun. This is a sweet melon. 12-chi gapimiz, bu sumka qora. Bu sumka qora. Sumka so'zdan keyin ohang o'zgarishi. This bag is black. This bag is black. U yomon. O'zi ikkitagina so'z, demak orasiga qo'yiladi to be fe'li. It is bad. U yomon. It is bad. Bu shapka. Bunda ham ikkitagina so'z. This is a hat. Hat shapka. This is a hat. Bu shapka qora. Bu shapka qora.
shapkadan keyin bo'lyapti. Demak, to be fe'lini shapka so'zidan keyin qo'yamiz. This hat is black. This hat is black. This hat is black. Bu qora shapka. Bu qora shapka. Bu qora shapka. Budan keyin bo'lyapti. Budan keyin to be fe'lini qo'yamiz. This is a black hat. This is a black hat. 14-chi gapimiz. Bu sumkalar oq. Bu sumkalar oq. Bu sumkalar oq. Sumkalar so'zidan keyin ohang o'zgarishi bo'lyapti. These bags are white. These bags are white. Keyingi gapimiz bu oq sumkalar. Bu oq sumkalar. Bu oq sumkalar. Bu so'zdan keyin. These are white bags. These are white bags. 15-chi gapimiz bu ruchka. This is a pen. Bu ruchka qora. Bu ruchka qora. Bu ruchka qora. Ruchka so'zidan keyin. This pen is black. This pen is black. Keyingi gapimiz bu qora ruchka. Bu qora ruchka. Bu qora ruchka. Bu so'zdan keyin. This is a black pen. This is a black pen. 16-chi gap bu sumka. This is a bag. Bu mening sumkam. Bu mening sumkam. Bu mening sumkam. Budan keyin. This is my bag. This is my bag. Bu sumka qora emas. Bu sumka qora emas. Bu sumka qora emas. Sumka so'zidan keyin. Demak, this bag isn't black. Mana ko'rib turganingizdek, bu gaplarni tuzish, umuman olganda gaplarni tuzish juda ham oson. Faqat shu demak tushuntirilgan temalarni yaxshi tushunib borishingiz kerak va so'zlarni bilishingiz kerak. Demak, so'zlarni lug'at tiliga yozib, ularni yodlab, qaytarib, muntazam ravishda qaytarib turishni unutmanglar. Bu hozirgi 6-chi mashqni bajarilmagan holatiga keltirib videoda o'zingizlar mustaqil bajarib, keyin o'zingizlarni tekshirib chiqishinglar mumkin. Demak, bugungi darsimiz, birinchi darsimiz tugadi. Demak, temalarni va so'zlarni yaxshilab tinglab o'rganib boringlar.